Butun boshli O'zbekistonga mevalar qatdan borishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta bilib olasiz. Qishin yozini hech qatdan topib bo'lmaydigan mevalarni ham aynan shu joydan 100% topishingiz mumkin. Undan tashqari boshqa joylarga nisbatan 100% arzon. Tropik mevalardan tortib o'zimizning mevalargacha hammasidan har xil navlardan bor ekan. Sahar mardon bo'lishiga qaramasdan hamma savdo. Har xil meva-chevalarni ko'rib ishtaham juda ham ochilib ketdi. Ayniqsa malinalarni aytmaysizmi? Toshkentni manaman degan ketrinchilari ham aynan shu joyda xijolat qilmaydigan svejiy mevalarni olib ketishayotgan ekan. Buni menga sotuvchi opam aytdilar. Optim sahardan boshlanadi. Meva-chevalar katta gruzaviklarda kelar ekan. Yaltillagan shaftolilarni aytmaysizmi? Bu olmani terilishiga nima deysiz? Terilishini o'zi alohida san'at bo'lib turibdi. Nima deb o'ylaysiz? Terish o'ziga qancha vaqt ketgan ekan? Mana bu uzumlar mashhur Oltiariqning uzumlari ekan. Statistika bo'yicha O'zbekiston bo'ylab uzum yetishtirish bo'yicha Oltiariq birinchi o'rinda turar ekan. Agar siz homilador ayolingizga qulupnay qidirib yurgan bo'lsangiz, bu joyda qishin yozin bo'lar ekan. Primoyga boradigan joyi. Oho, malinalarni aytmaysizmi? Xullas savdo avjida. Bir aylanib chiqqunimcha quyosh chiqib kun ancha yorug'lashib qoldi. Bu joyda nafaqat mevalar, boshqa narsalarni ham Optimga eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Eng muhimi qish sovug'ida bozor sovqatib yurmas ekansiz. Shundoqqina kirasiz u yengilgina ishlaringizni bitirasiz. Xumlar attiga 1000 so'mdan ekan. Bu amakima muomalalarga gap bo'lishi mumkin. Lazer gurutchi 15 mingga qatta ko'rgansiz. Bu joy o'sha mashhur Food City. Ham sifatli, ham arzon. Hammaga tavsiya qilaman.